Xomligidami shu darajada? Ha, bu hali xomligida 32 kalibrda ko'rishlaringiz mumkin. Grammi 13 gram. Lekin hali xom. Do'stlar, bugungi chисlo 2025-yil 11-may sanasiga Germasidorskiy originali terim jarayonlari ketyapti. Pakovkani ko'rsating. Pakovkaga baho berasizlar, do'stlar. Pakovka har doim o'sha pakovkalardan e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Germasidorskiyning originali 13 gram. Bu xomligida, bu pishgandan keyingi videolarni ham qo'yib boramiz. Kalibri yirik, payvand tagini tanlashda xato qilmaslik kerak. Zak joylarga, suv kam joylarga boshqa payvand tagi tushadi. Bilmasdan turib ekib qo'ysangiz, mevangiz mayda bo'lib qoladi yo daraxtingizda ko'proq qurish oqibatiga olib keladi. Shu sababli shu tomonlama diqqatliroq bo'lishni iltimos qilaman. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 139 33 39 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar. Daraxtlarga baho beringlar. Bu juda ham yoshi katta daraxt, 20 yoshdan katta. Mana e'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. 20 yoshdan katta yoshli, olgan mevasiga baho bering. Mana olgan mevasi. Yaqinroqdan ko'rsating. Yong'oqda bo'lib ketgan. Mana bu tomonlarni ko'rsating. Juda ham serhosil. Mana yaqinroqdan ko'rsatsangiz, mana payvand tagidagi Magilovkada. Do'stlar, mehnatlarga layk bosamiz. Magilovka quriydiganlarga mana ko'rishlaringiz mumkin. Kam suv joyida. Mana kam suvda bo'lishiga qaramasdan mana effekt beryapti. Faqat ekishda ahamiyatliroq joyi bor. Shunga ahamiyat qilinadi. Bu tomondan ko'rsating. Ekilganda bu payvandtak ko'milmasdan ekiladi. Magilovka, cheremuxa payvandtaklar ko'milmasdan ekiladi. Shu sababli qurish juda ham kam bo'ladi. Agar tagini payvandtak qora gilosda bo'lsa, uni ulangan joyini ko'mvorish mumkin, joyiga qarab turib. Ko'mvoradigan sharoitdagi yer bo'lishi mumkin, ko'mvormaydigan sharoitda yer bo'lishi mumkin. Shunga ahamiyat qilasizlar. Agronomik maslahatdan foydalaninglar. Videoga like bosamiz. Bu videoni gilosdan bog' qilaman degan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Olgan mevasiga baho beringlar, do'stlar. Bu ham juda ham serhosil. O'zini changlatmaydi, lekin changlatishi oson bo'lgan daraxt turi. Balavoy bilan ham, bahor bilan ham hamma gilos turlari bilan changlab ketaveradi. Do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar, do'stlar.